Forish tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan hududlarda profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Ayniqsa aholi yashash uylarining xavfsizlik holati nazoratdan o'tkazilmoqda. Bu kabi choralar fuqarolarning is gazdan zaharlanishi, yong'in, portlash va boshqa noxush holatlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yana bir muhim jihat, suv toshish xavfi mavjud bo'lgan hududlar tekshirildi. Daryo qirg'oqlari, gidrotexnik inshootlarga alohida e'tibor qaratilib, mavjud kamchiliklar borasida tegishli xodimlarga ko'rsatmalar berildi. Mavsum davomida tegishli tashkilotlar bilan hamkorlik xavfli hududlarda daryolar, soy va kanallar o'zanlarini tozalash, qirg'oq va dambalarni mustahkamlash tadbirlarini amalga oshirish borasida maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazildi. Targ'ibot tadbirlari davomida ta'lim, tibbiyot maskanlarida yong'inlarning oldini olish, ularni erta aniqlash va tezkorlik bilan bartaraf etish bo'yicha ishchi xizmatchilarga tavsiyalar berildi. Binolardagi mavjud suv manbalari, yong'inga qarshi himoya tizimlari hamda birlamchi yong'in o'chirish vositalarining talabga javob berishi tekshirildi. Jizzax shahrida joylashgan yirik savdo kompleksida favqulodda vaziyatlarning oldini olish, favqulodda holatlarda tezkor harakat qilish bo'yicha o'quv mashqi o'tkazildi. Shartli yong'inni qisqa vaqt ichida bartaraf etish, binoda bo'lgan fuqarolarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha zarur amaliy harakatlar bajarildi. O'quv mashqi davomida shaxsiy tarkibning tayyorgarlik darajasi, texnik vositalarning shayligi sinovdan o'tkazildi. Mashq yakunida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli xulosalar chiqarilib, ularni bartaraf etish bo'yicha mas'ullarga aniq vazifalar yuklatildi.